Bandlik ruxsatnomasi tizimi orqali Koreyada ishlagan yoki hozirda ishlayotgan chet ellik ishchilar vatanga qaytishdan oldin albatta qaytarib olishingiz kerak bo'lgan sug'urta pullaringiz borligini bilarmidingiz? Esingizdan chiqib vatanga qaytib ketdingizmi? Xavotir olmang. Vatanga qaytganingizdan keyin ham HRD Koreya chet ellik ishchilarning qaytarib olinmagan sug'urta pullarini topishga yordam bermoqda. Keling, qaytarib olinmagan sug'urta pullarini olish usullarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Chet ellik ishchilar Koreyaga kelganlarida majburiy ravishda bandlik ruxsatnomasi tizimiga oid 4 ta maxsus sug'urta turiga a'zo bo'lishlari kerak. Ularning orasida jo'nab ketish muddati sug'urtasi va vatanga qaytish xarajatlari sug'urtasi. Vatanga qaytish vaqtida murojaat qilinsa, qaytarib beriladigan sug'urta turlaridir. Jo'nab ketish muddati sug'urtasi. Ish beruvchi xodim ish haqining 8.3% ga teng miqdorini har oy ishchi nomiga ochilgan sug'urta hisobiga jamg'arib boradigan sug'urta bo'lib, ishdan bo'shash nafaqasining bir turi bo'lib xizmat qiladi. Biroq hisoblangan sug'urta summasi ishdan bo'shatish nafaqasidan kam bo'lsa, ish beruvchi farqqa teng qo'shimcha miqdorni to'lashi kerak. Vatanga qaytish xarajatlari sug'urtasi esa chet ellik ishchi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri to'lanadigan bo'lib, vatanga qaytish vaqtida zarur bo'ladigan aviachipta va boshqa xarajatlarni qoplash uchun mo'ljallangan sug'urtadir. Ammo vatanga qaytishdan oldin sug'urta puli uchun murojaat qilinmasa, bu sug'urta puli talab qilinmagan sug'urta puli sifatida maxsus sug'urta kompaniyasida saqlanadi. Agar talab qilinmagan holda 3 yil o'tib ketsa va olib ketilmasa, tegishli mablag' HRD Koreyaga o'tkazilib, qaytarib olinmagan sug'urta puli sifatida qayta ro'yxatdan o'tkaziladi. Sug'urta pulini jo'nab ketish, viza turi o'zgarganda, vafot etish kabi sabablar yuzaga kelganda talab qilish mumkin. Qaytarib olinmagan sug'urta pulini olish usuli juda oddiy. HRD Koreya filiali yoki EPS markaziga shaxsan tashrif buyurib yoki faks orqali ariza berish mumkin. Shuningdek, mobil telefon orqali ham oson ariza berish imkoniyatlari mavjud. Allaqachon Koreyadan chiqib ketgan va xorijda yashayotganlar chet eldagi 16 ta EPS markazida ariza berishlari mumkin. Koreyada istiqomat qilayotganlar esa HRD Koreyaning 29 ta bo'limi orqali ariza berishlari mumkin. Sug'urta turi va murojaat qiluvchining maqomiga qarab kerakli hujjatlar farq qilsa-da, asosan to'lov arizasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va arizachi nomiga bank hisob raqami nusxasi talab etiladi. Boshqa zaruriy hujjatlar haqida HRD Koreya filiallari yoki 16 ta EPS markazlariga murojaat qiling. Qaytarib olinmagan sug'urta puli hujjatlar topshirilgan kundan boshlab 14 kun ichida to'lab beriladi. Lekin taqdim etilgan hujjatlar to'liq bo'lmasa, to'lov kechikishi mumkin. Shuning uchun zarur hujjatlarni sinchiklab tekshirib, topshirish tavsiya etiladi. Qaytarib olinmagan sug'urta pulini olishga ariza berishdan oldin avval sug'urta kompaniyasi Samsung Fire ga bog'lanib, sug'urtaga a'zo bo'lganligingizni tekshiring. Va keyin HRD Koreyaning 29 ta filiali yoki xorijdagi 16 ta EPS markaziga murojaat qiling.